Hazreti Asiya şu davrning eng zalim hukmroni Fir'avnning ayoli. Dadasi bo'lsa Misr hukmronligidagi boshqa bir yerning hokimi edi. Hazreti Asiya go'zalligi, kuchli xarakteri va ta'sirli nutqi bilan atrofidagilarga ta'sir ko'rsatadigan jazbador bir ayol edi. U Fir'avnga yotliq bo'lib, balaliq bo'lmagan bo'lsa-mu, Fir'avn Hazreti Asiyaning nazokati va go'zalligi uchun uni to'limi yaxshi ko'radi. Fir'avn kunlarning birida bir tush ko'rdi. Tushda birchilari uning tushiga Bani Isroil ichida tug'ilgan butun bir o'g'il buvoqning uning podshohligi uchun tahdid bo'lganligini aytib ta'bir berdi. Fir'avn shundan keyin Bani Isroil ichida tug'ilgan o'g'il buvoqlarni o'ldirish farmoni tushirdi. Keyincha o'g'il buvoqlarni bir yil o'ldirish, yana bir yil hayot qo'yish siyosatini yurgizdi. Musa alayhissalom bo'lsa, ana shu buvoqlar o'ldirildigan yili dunyoga keldi. Musa alayhissalomning onasi o'g'lini bu xavfdan qutuldirish uchun Allohning ilhomi bilan uni sanduqqa selib daryoga eqitib etdi. Sanduq eqib Hazreti Asiya sayli qilayotgan qasr baqtisiga yaqinlab keldi. Buni ko'rgan Asiya onamiz xizmatchilarini sanduqni suzib elib chiqishga buyurdi va sanduqning ichidagi bu nur yuzlik buvoqqa Allohning iltifoti bilan mehri tushib qoldi. Fir'avn bu ishdan xabar tepib, buvoqni o'ldirishga buyurgan bo'lsa-mu, Asiya onamiz qattiq yalvorib, uni to'sib qoldi va baliq qilib olishga qoyil qildi. Alloh taolo Musa alayhissalomni mana mushu shaklda saqlab qoldi. Musa alayhissalom qironiga yetib, payg'ambarlik vazifasini topshirib olganga qadar saroyda cho'ng bo'ldi. Payg'ambarlik vazifasi yuklanganda Asiya onamiz uningga iymon keltirdi. Fir'avn buni bilgan hamon qattiq g'azablandi va uning bo'lgan muhabbati dushmanlikka aylandi. Lekin Hazrat Asiya o'zining haq ustida ekanligini bilganligi uchun qat'iy bo'shashmaydi. Uning Allohga bo'lgan iymoni to'limi kuchli edi. U Fir'avn va uning zolim hukmronligi oldida Allohning yagona zot ekanligini va uningdan boshqa hech kimga ibodat qilmaydiganligini jakarlaydi. Chunki Asiya onamiz Allohning o'zini bu zolim Fir'avn va uning zulmidan qutqiza oladigan qudrati va kattaligiga shaksiz ishongan. Yashayotgan bu dabdabalik saroy va ilkidagi dunyo ne'matlarining hammasidan voz kechib, o'zini kutib turayotgan tahdid va xiyim xatarlarga parvo qilmasdan Musa alayhissalomni tasdiqlagan edi. Hazreti Asiyani iymonda yondirish uchun har xil choralarni qo'llanibmi, maqsadiga yetolmagan Fir'avn askarlarini yo'g'on quram toshdan birini Asiya onamizning ustiga tashlab o'ldirishga buyurdi. Asiya onamiz mushundaq ahvoldimi parvo qilmaydi va iymonidan qilch tavranmaydi. Balki askarlar uningga tashni tashlayotganda ko'zlarini osmonga tikib turib, Allohdan o'zi uchun jannatda bir uy bino qilishini va o'zini bu zolimlardan qutqizishini talab qilib duo qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu duoni mundaq naql qiladi. Robbibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmil zalimin. Ey Parvardigorim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning yomon amaldan qutuldirgin. Meni zolim qavmdan qutuldirgin. Alloh taolo Asiya onamizning duosini ijobat qildi. Asiya onamiz shu holatning o'zida jannatdagi uyni ko'rib, o'ziga berilgan xush bishoratdan xushal bo'lib ketdi. Va jinini zolimlar uningga tashni tashlashdan burun taslim qildi. Fir'avn bu manzarni ko'rib, biz uni qiynayotsak, u nemishqa kuladi deb hayron qoldi. Chunki u Hazrat Asiyaning fani dunyoni tashlab, abadiy makon bo'lgan oxirat yurtiga joylashganligini, Robbining uningga ato qilgan fazli marhamat soyasida shahidlar va solihlar bilan uchrashayotganligini, dunyoning hech bir saroylariga o'xshamaydigan saroylarni ko'rib, xushallikqa cho'milayotganligini bilmaydi. Alloh taolo nima degan to'g'ri aytgan-a?
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah yolida şehit bolğanlarni ölük dep guman qılmağan. Belki ular terik bolup Allah'ның dərgahidagi rizqdən bəhrəman qılınadı. Yani cennetning ne'matlaridan atigan axşamda məngülük rizqlandırıb turuldu. Ular Allah'ның özlərinə bergen fəzlidən xursandır. Özlərinin arqasından texitib kelmegen, yani şehit bolmay terik qalğan qarindaşlarga ahiretdə nə qorqunç dünyanın ayrılğanlığına nə qaygı yo'q ekanligi bilan xoş xabar berishni tilaydi.